Assalomu alaykum, rasmiy xabarlar olami kanalimizga xush kelibsiz. Sizlarning e'tiboringizga eng tezkor va so'nggi shou biznes yangiliklarini havola etib boramiz. Agarda kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta bizni kuzatib borishni, obuna bo'lishni, videolarimiz ostida esa bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni aslo unutmang. Hozirgi internetda tarqalayotgan mavzularga yana qaytamiz. Barchin G'ofurova o'z Instagram sahifasi istoriyasiga shunday deya yozib qoldirgan. Unga otilgan toshlar, unga aytilgan tuhmatlar uni aslo qiziqtirmasligi haqida qisqacha so'zlab o'tgan. Hamma xalqimga, muxlislarimga rahmat. Sizlarni duolaringiz menga kuch berib turdi va alohida rahmatim. Mana shu holatimda yonimda turib o'z yordamini bergan, oxirigacha yonimda turib qayg'urgan va mani o'sha iflos klinikadan olib chiqib ketishgan insonlarga rahmat. Sizlarni sog'liginglar kerak bizga. Kim nima desa desin, menga umuman farqi yo'q. Men asosan shu o'rtog'im tuzalsa bo'ldi. Allohga shukr, yaxshi bolnitsaga o'tkazildi. Hozirda hamma professor, vrachlar qarashyapti. Sizlardan iltimos, abdominoplastika yoki liposaksiya oshqozon qildirmoqchi bo'lsangiz, tajribali vrachlar oldida boringlar, so'rab surishtiringlar, hammasini keyin operatsiya qilishga rozi bo'linglar. Kokoshni yonida yelkadosh bo'lgan insonlarga rahmat. Uzoqda bo'lishiga qaramasdan jonini kuydirganlarga ham alohida rahmat aytaman. Tez orada hamma ma'lumotni Kokoshni o'zidan bilib olishlaringiz mumkin deya Barchin G'ofurova o'z Instagram sahifasida o'z muxlislari bilan bo'lishgan. Tezkor va so'nggi shou biznes yangiliklarni bizning kanalimizda, rasmiy xabarlar olami kanalimizda muntazam kuzatib borishingiz mumkin. Eng qiziqarlilari, eng so'nggi xabarlari hali oldinda.